Kuniga 300 ta sumka chiqaryapti. Ko'pchilik holatlarda odam o'zi ishlab chiqarib turgan narsasini ishdan keyin ko'rgisi kelmay qoladi. Sizda qanaqangi holat? Yo'q, menda nima bo'lmaydi, o'rgib keladi. Shu. Bunaqa holat yo'q Qizimni ham sizda. o'rgatyapman. Hozir mana qizim ham shu yerda Ha, ishlayapti. hattoki o'zingiz oila a'zolaringizni ham mana shu ishga tortib, ularni ham o'rgatib kelyapsiz. Yaxshi kayfiyatda kelamiz, uyga borib damimizni olib, bolalarimiz bilan. Yana ertasiga yaxshi kayfiyatda kelamiz. kayfiyatda Chunki yegimiz keladi, odamlar yaxshi. Kechki payt charchaganimizda bo'ladi. Ata ertalab yana yaxshi kayfiyatda yana kelamiz shu yerga. Yo'q, bunaqa holat yo'q. Biz ishimizni qiziqib ishlaymiz yaxshi. Demak, ishingizni sevuvchi xodim ekansiz. Yo'q, bizda yo'q, ko'rgimiz keladi. Darslar bilan holat Sog'inamiz, yo'q. yaxshi ko'ramiz. Yo'q, menda unaqangi holat bo'lmagan. Nimaga har safar ishimdan o'zim zavqlanib ishlayman. Sizda shunaqa holatlar bo'lganmi? Yo'q. Bo'lmagan. Bo'lmaydi unaqangi holat. Unaqa holat O'zingiz ishingizni yaxshi ko'rasiz. Men ishxonadan zerikmayman. Qancha bo'lsa shu yerda ishlayverasiz? Xirasharada kelamiz, kechib ketam, xirasharada ketamiz. Bizda mehrimiz tushib qolgan, shoshilamiz. Demak, unaqangi holat yo'q, faqat Yo'q, sizlar unaqa tortadigan yo'q. nimasidir bor ekan, hamma aytyapti. Albatta bor. Shoshamiz deyapti ishga. Shunaqa. Bir kunda nechta sumka tikasiz? Bir kunda 120 ta, 150 ta modelimizga qarabda. Bir kunda 120 ta, 130 ta so'mga chiqaramiz. 100 tadan oshar. 110 ta chiqaramiz. Sheriklarimiz bilan 110 ta chiqaramiz. Kuniga 300 ta sumka chiqaryapti. 300 ta sumka. Sizniki hozircha rekord bo'lyapti. Qolganlar 100 ta, 150 ta, 120 ta deyishadi.